Homilador ayollardagi ushbu 3 odat ularning qorni kesilishiga sabab bo'ladi. Birinchisi, tabiiy tug'ruqdan qo'rqish hamda doimo stressda yurish ayollar organizmida kortizol gormoni miqdorining oshishiga, oksitotsin gormonining esa aksincha pasayishiga sabab bo'ladi. Ushbu jarayon natijasida ayollardagi bachadon bo'yinchalari qisqarib qoladi, tabiiy tug'ruq yuzaga kelmaydi. Ikkinchisi, homilador ayol hayotida kam harakatlik hamda jinsiy aloqaning kamayishi. Ushbu holat ayollardagi chanoq organlarining mushaklarini kuchsizlanishiga hamda u yerdagi qon aylanishining kamayishiga va kelajakda tug'ruq qushlarining sustlaninishiga sabab bo'lishi mumkin. Va nihoyat uchinchisi, bu ayol kishining tug'ruq vaqti yaqinlashgan bo'lsa-da, hali men tug'ruqqa tayyor emasman deb o'ylash hisoblanadi. Ushbu holatda ayollar o'z tanasini yaxshi sezishmaydi, tug'ruq vaqtida noto'g'ri kuchlanishadi va ushbu holat natijasida tez charchab qolishadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, homiladorlarga albatta jo'natib qo'ying.